Tanish-bilishlar biznesingizni o'ldirishi mumkin. Begonadan ko'ra o'zimizniki yaxshi deb ishga olingan tanish-bilishlar biznesingiz uchun sekin ta'sir qiluvchi bombadir. Nega deysizmi? Do'st yoki qarindoshga buyruq berishga andisha qilasiz, xatosini aytsangiz ko'ngliga oladi. Ishdan bo'shatmoqchi bo'lsangiz dushman bo'lasiz, u o'zini xodim emas, bir mehmonidek tuta boshlaydi. Natijada jamoada adolat yo'qoladi. Intizom buziladi va eng asosiysi ish to'xtaydi. Yaqinlaringizga yordam bermoqchi bo'lsangiz, ularga ish bermang. Pulingizdan bering. Biznesda natija birinchi o'rinda, tanish-bilishchilik esa muvaffaqiyatning dushmani. Bu foydali ma'lumotlar boshqaruvga oid qora quti kitobidan olindi. Kitob qiziq bo'lsa izohda plyusi belgisini qoldiring.